Dasturimizni ta'limga oid yangilik bilan davom ettiramiz. Bugungi kunda yoshlarni bir vaqtning o'zida kasb-hunarga o'qitish va ish bilan ta'minlash, bunda dual ta'limni joriy etish muhim vazifalardan biri sanaladi. Misol uchun, Germaniyada joriy etilgan mazkur tizimning o'ziga xosligi, talaba nazariy darslarni ta'lim dargohida olsa, amaliyotni esa korxonalarda o'taydi. Shu bilan birga oylik maoshga ham ega bo'ladi. Namangan davlat texnika universitetida ham dual ta'lim, bilim va kasb-hunar o'rganish yo'lga qo'yilgani mahalliy tashkilot va korxonalar faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Dual ta'lim bu nazariya va amaliyot integratsiyasi. Xorijda samarali deb topilgan ushbu yondashuv bosqichma-bosqich mamlakatimizda ham joriy etilmoqda. Mazkur tizim Germaniya, Avstriya, Shvetsiya, Shvitsariya kabi boshqa rivojlangan davlatlarda iqtisodiyotni rivojlantirishda katta o'ringa ega. Namangan viloyatidagi oliy va o'rta ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talaba yoshlar korxona va tashkilotlar bilan uzviy hamkorlikda faoliyat olib boradilar. Xususan Namangan davlat texnika universiteti hozirda 100 dan ziyod yirik sanoat korxonalari va tashkilotlar bilan ish olib boradi. 2025-yilda 3741 nafar bitiruvchilarning qariyb 90% ish bilan ta'minlandi. Albatta, bu yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Mazkur ta'lim dargohining professor-o'qituvchilari hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, mavjud muammolarni hal etishda o'zining munosib hissasini qo'shib kelmoqda. Masalan, hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati bilan yo'lga qo'yilgan hamkorligi tufayli To'raqo'rg'on tumanidagi Namangan magistral elektr tarmoqlari filiali Shirinlik stansiyasida tadqiqotlar olib borilib, elektr energiyasidagi 17% yo'qotishlar 13% ga qisqartirishga erishildi. Bu yerda ikkita transformatordan iborat bo'lgan yuqori kuchlanishli tarmoq hamda podstansiya mavjud. 106 ta demak transformator punktlariga elektr energiya yetkazib berish vazifasini 10 ta tarmoqqa ta'minlab yo'lga qo'yilgan. Ushbu maskanda ilmiy tadqiqot ishlarini joriy etish orqali energiya tejamkorligiga erishish masalalari asosiy maqsad qilib qo'yilgan edi. Tadqiqot natijalarini joriy qilishdan avvalgi holatda demak mazkur podstansiyadagi isrof miqdorlari 17% tashkil etilgan bo'lsa, tadqiqot natijalari joriy etilgandan so'ng bu ko'rsatkich 13% ga pasaytirishga erishildi. Hozirgi kunda boshqa hududlarda ham bu amaliyot joriy qilish masalasi bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Albatta, o'qish jarayonlarining ishlab chiqarishga integratsiyalashgani ijobiy holat. Bunda talabada mustaqil ishlash uchun amaliy ko'nikma shakllanadi. Eng asosiysi zamonaviy texnologiyalardan foydalanadi. Ayni shu maqsadda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati Namangan hududiy filialida o'quv yurtining energetika fakulteti talabalari nazariyotda olgan bilimlarni amaliyotda qo'llash uchun mashg'ulot darsi yo'lga qo'yilgan. Ahamiyatlisi, shartnomaga asosan bu yerda nazariy o'quv xonalari tashkil etilgan va yoshlar haftada 2 kun amaliy faoliyatga jalb etilgan. Namangan hududiy elektr tarmoqlarida nazariyada o'tilgan ma'lumotlarni amalda qo'llash uchun dual ta'lim sistemasida haftada 2 ta kun payshanba, juma kunlari kelib o'tyapmiz. Malakali kadrlar bizga shu laboratoriyalarni jihozlar yordamida tushuntirib berishyapti. Bizga bu dual ta'lim tizimi juda o'rinli bo'ladi, chunki nazariyatda o'rgangan bilimimizni amaliyotda ham qo'llab ko'ramiz. Mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashda strategik yo'nalish sifatida belgilangan. Xususan, Norin GESlar kaskadi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladigan strategik loyihalardan biri sanaladi. Prezidentimiz joriy yilning sentyabr oyida viloyatimizga tashrifi chog'ida ushbu energetika inshootning dastlabki bosqichi ishga tushirilgandi. Bugungi kunda mazkur obyektda ham dual ta'limi yo'lga qo'yilgan. Natijada esa universitetning 30 nafar dan ziyod bakalavr va magistratura yo'nalishida tahsil olayotgan yoshlarning bandligini ta'minlashga erishildi. Bitta agregatimiz 9,5 megawattdan chiqaradi. Hozirgi kunda 7 bilan 9 megawatt oralig'ida chiqyapti suvga qarab. Kuz, qish mavsumida yana suv ko'tariladi. Bitta kaskadimiz o'zida 38 megawattga rejalashtirilgan 4 ta agregat bor. Namangan davlat texnika universiteti talabalari bu yerda faol qatnashdi, ya'ni qurilish montaj ishlarida. Kelib bu yerda to'liq o'rganishdi, loyihasini o'zlari kelib ko'zlar bilan ko'rib, qo'llari bilan bajarib, shartni, ya'ni dual ta'lim shartnoma asosida ish bajarishdi. Ma'lumot uchun joriy yilda 100 nafardan ortiq universitet bitiruvchilari qariyb 2,5 milliard so'm miqdorida imtiyozli kreditlarni qo'lga kiritib, o'z tadbirkorlik faoliyatini ham yo'lga qo'ydi. Albatta, ta'limdagi bu kabi islohotlar o'zining ijobiy samarasini berish bilan birga bilim olishga, mustaqil izlanishga, zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga bo'lgan imkoniyatni oshirishga xizmat qiladi.